Fuqarolar birlashgan ishtirokchilar, ikkinchi masalaga o'tamiz. Forum bor. Demak, yig'ilish ochish bo'yicha kimda qanday takliflar bor? Demak, seminar o'zini boshlash deganda munosabat bildirib qo'yinglar. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Bir ovozdan qabul qildi. Demak, yig'ilish ochildi deb e'lon qilamiz. Kun tartibidagi masala bugun demak Sherali Ikromjon Ibrohimovich tomonidan tayyorlangan selka bilan universal ramaga ega bo'lgan o'g'itlash mashinasini ishlab chiqish va ish jarayonini matematik modellashtirish mavzu dissertatsiya ishi muhokamasi. Dissertatsiya ishi Namangan davlat texnika universitetida bajarilgan. Ilmiy rahbari Qurdaliyev, tarixchilar Normuzayev, Bobomurod. Bugun bayram ekanda sizlarga. Kun tartibi bo'yicha qanday fikrlar bor? Tashlasak bo'ladimi? Qarshilar, betaraflar yo'q, birovdan qabul qilindi. Talabgor bo'yicha ma'lumotlar berish uchun so'z seminar kotibi Murod. Marhamat. Sherali Ikromjon Ibrohimovich to'g'risida ma'lumotlar bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Sherali Ikromjon Ibrohimovich 1986 yil Namangan viloyati Norin tumanida Ziyovilar oilasida tug'ildi. 2004-2008 yillar Namangan davlat universiteti talabasi. 2008-2010 yillar Namangan davlat universiteti magistranti. 2010-2011 yillar Namangan muhandislik pedagogika instituti oliy matematika kafedrasi assistenti. 2012-2013 yillar O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi matematika va informatsion texnologiyalar instituti katta ilmiy xodim izlanuvchisi. 2013-2015 yillar O'zbekiston Milliy universiteti qoshidagi matematika instituti katta ilmiy xodim izlanuvchisi. 2015-2025 yillar Namangan muhandislik pedagogika instituti oliy matematika kafedrasi katta o'qituvchisi. 2025 yildan hozirgi vaqtgacha Namangan davlat texnika universiteti oliy matematika kafedrasi katta o'qituvchisi. Sherali Ikromjon Ibrohimovich malakali yuqorilanish o'tkazish tartibi va nizomiga muvofiq quyidagi fanlardan malakali yuqorilanish topshirgan. Chet tili, ingliz tili fanidan 86 ball va ixtisoslik bo'yicha qishloq xo'jaligi va melioratsiya mashinalari, qishloq xo'jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalash dan 74 ball. Ixtisoslik bo'yicha qo'shimcha imtihonlar, tuproqqa ishlov berish mashinalari va nazariyasi, qishloq xo'jaligi texnikalari va texnik servisini tashkil etish, qishloq xo'jaligi mashinalari va nazariyasi va hisobi, traktor avtomobillar fanlaridan 4 bahoga topshirgan. Shu kungacha Sherali Ikromjon Ibrohimovichning 30 dan ortiq ilmiy ishlari mavjud bo'lib, dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 7 ta ilmiy ish chop etilgan. O'zbekiston Respublikasi Oliy Attestatsiya komissiyasining falsafa doktori dissertatsiyalarni asos ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 2 ta maqola, jumladan bitta xalqaro maqola, shuningdek tadqiqot natijalari 2 ta xalqaro va 2 ta respublika ilmiy amaliy anjumanlarida muhokamadan o'tkazilgan. Sherali Ikromjon Ibrohimovich oilali 3 nafar farzandi bor. Kafedralararo ilmiy seminarga taqdim etilgan barcha hujjatlar Oliy Attestatsiya komissiyasi talablariga javob beradi. Qo'llanib ko'ramiz. Maqolani nechta? 2 ta dedingizmi? 7 ta. 7 ta. Jami 7 ta. Vaqt yo'qotadi. Ilmiy natijalar chop etilgan tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 2 ta maqola, jumladan bitta xalqaro. 3 ta bo'lish kerak. 3 ta o'qidik, 2 ta respublika, bitta xalqaro o'qidik, 2 ta xalqaro. Yo'q, mana chop etishga tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 2 ta maqola,
Jumladan bittasi xalqaro maqola. Üçte bo'lishi kerak. Uchtami? Uchta. Noto'g'ri ketdi. Ikkita deb o'qi. Ikkita bitta. Ikkitadan jumladan bittasi xalqaro. Boshqa savollar bormi ma'lumotlar bo'yicha? Xalqaro umuman olganda vaqtda ro'yxatdan ikkita maqola keyin bitta chetda bo'lib jami 3 ta bo'ladigan bo'lsa muammo yo'q. Demak, bu bo'yicha savollar bo'lmasa, so'z talabgorga ma'ruza qilish. 20 minut asosiy mazmunni gapiriladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli rais, hurmatli seminar a'zolari, ustozlar. Mavzu sirka bilan Musa Ramiga ega bo'lgan o'qitish mashinasi ishlab chiqish va ish jarayonini matematik markazlashtirish. Ilmiy rahbarim texnika xabar doktori professor To'dali Oqshom Maqsudovich. Jahonda sabzavotlarni yetishtirishda ularni o'g'itlash va qatorlar ishlov berishda energiya resurs tejamkor texnologiya va texnika vositalarini qo'llash yetakchi rollardan hisoblanadi. Dunyo miqyosida faqat o'zi 92 million ton yetishtirilayotgan va har yili 3% ga ortib borayotganini hisobga olsak, sabzavotlarni yetishtirishda bajarilayotgan texnologik jarayonlarni amalga oshirishda ish sifati yuqori hamda resurslarni tejaydigan mashinalarni amaliyotga joriy etishda qiziqadi. Chunki katta o'g'it sarfini belgilangan me'yorlarni bo'lishini ta'minlash, qatorlarga ishlov berish va sifatli sabzavotlarni yetishtirishda sarf xarajatlarini kamaytirish maqsadida universal ishchi organlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Respublikamizda sabzavotlarni ushlashda mehnat hamda energiya sarfini kamaytirish, resurslarni tejash, o'g'it sarfini kamaytirish imkon beradigan resurs tejamkor texnika va texnologiyalarni ishlab chiqish yuzasidan keng qamrovli chora-tadbirlar olinmoqda. Jumladan 2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekiston xalqaro strategiyasida ishlov mo'ljallangan ilmiy asosda intensiv rivojlantirish orqali dehqonlar va fermerlar daromadini oshirish vazifalari belgilab berilgan. Ushbu vazifalarni bajarishda jumladan sabzavotlarni yetishtirishda bir necha jarayonlarni qo'shib bajaradigan ishchi organlari xususan bo'lgan mashinalar, texnik va texnologik jihatdan modernizatsiyalash hisobiga ish unumini oshirish va ularni tijoriy tarafini pasaytirish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Sabzavotchilikda energiya tejamkorlikka erish usullari va kompensatsiyalashgan mashinalarni ishlab chiqish bo'yicha xorijda Hamza, Litnovskiy, Mishirenko, Safin, Kurchenko va boshqalar. Respublikamizda esa o'g'itlash mashinalarining konstruksiyasini ishlab chiqish, sinash, ishchi o'rganlarni asoslash hamda takomillashtirish bo'yicha Xo'jayev, Xudoyorov, Edirov, Botirov, Komilov va boshqalar ishlab olib borilgan. Mazkur tadqiqotlar natijasida ishlab chiqilgan mashinalar va ishchi o'rganlar ishlov mo'ljalini ishlab chiqarishda muayyan darajada qo'llanib kelinayotgan bo'lsa-da, ammo Selka universal ramaga ega bo'lgan o'g'itlash mashinasi ishlab chiqish va parametrlarni asoslash bo'yicha tadqiqotlar yetarlicha o'tkazilmagan. Shu maqsad bizni tadqiqot maqsadimiz qilib, sabzavotchilik serkasi bilan universal ramaga ega bo'lgan o'g'itlash mashinasi ishlab chiqish va ish jarayonini matematik modellashtirishdan iborat. Bu maqsadni bajarish uchun bir ishli vazifalar berilishi kerak. Endi biz buning uchun transport sxema haqida aytyapmiz. Sabzavot to'g'rilarni ish mashinasi bilan amalga bo'lgan o'g'itlash mashinasi sxemasi bular ma'nolarga iborat, traktorga osish qurilmasi, qutisi, o'tkazgichlar, ostiga mexanizmi, zanjirli uzatmalardan iborat. Dastavrimizda nazariy tadqiqotlar nazariy tadqiqotlarimizda dastavval materiallar futurologlarga tushish mumkin bo'lgan o'g'it massasini nazariy asoslash uchun sxemani keltirdik. Sxema
haftaki iş aparatları o dolayısıyla hareketli böyle bir sıra hareket sonrası kısa o dolayısıyla devamlı bir hareket kısmı. Bizde adabiyatlardan malum ki haftaki babatı dolu ayrıca düşündüğü bu okul taşımalı bir için anlatırız. Bir de para bir konser bir nasıl anlatırız. Bu da kaçak. Anlayırken haftaki kişiler çıksın usulüyle akıllıca normal görüşler sente haftaki bir doğru sonra mesela salonun bir kesim güzelse de haftaki diğer metre ise Almandan paralel bir yerde sonra. Biz yaxshi bilamizki, masalliq quyidagi ifodalash mumkin va to'g'ri aracılık bergan kichik ko'rinishda ifodalasak, ifoda birinchi va ikkinchi tenglikda quyidagi uchinchi ifoda paydo bo'ladi. Birinchi ifodamiz uchinchi ifoda, ikkinchi ifodaga kelsak, paydo bo'lgan bo'lsak, bu ifoda hosil bo'ladi. Bu yerda SMS nomning yo'llanma yuzasi hisoblashlarni qulaylashtirirish maqsadida biz buni qat'iy tarzda yana berib shaklda bo'ladigan bo'lsak, u holda buni yuzasi bu formula orqali aniqlanadi. Bu yerda A nomning kengligi va esa nomning chuqurligi. Bu ifodalar bilan to'rtinchi ifodani uchinchi ifodaga olib qo'yib, biz bir marta to'liq aylanganda tushishimiz mumkin bo'lgan to'liq massasini aniqlab oldik. Ishchi ifodamiz. Bular sonli bichimlari orqali bilan keltirilgan. Haftaki bir to'liq aylanganda tushishimiz mumkin bo'lgan massasini haftaki qismi uzuliga aylanishga bog'liq grafik qo'yilgan. Grafikga ko'rinib turibdiki, bu to'g'richilik qonuniyati bo'yicha o'zgaradi. Ya'ni haftaki ishchi qismi uzuliga ortib borishi bilan massa ham ortib boryapti. Endi ana shu parallel shamolatda eng asoslovchilardan biri uzatishlar zanjiri uzatishlar soni kim o'rinsa birinchi tizimga keltirilgan. Endi Parlament ma'lumki apparat markaziy yurtmasida zanjirni uzatish nisbati aylanishlar soni yutishchadagi zanjirni yutishlar soni va diametrlar nisbatiga teng. Endi bu yerda mana bu shu direktdagi yetakchi yutishchada aylanishlar soni mashinaning tezligini o'tarish yuqori g'ildirakda radiusi ko'paygan p ta'siriga bo'linmasiga teng bo'ladi. Endi bundan 6 va 7 ifodadan foydalanib 8 ifodani hosil qilyapmiz va o'g'irlash mashinasi qutilaridagi o'tning massasini quyidagicha ifodalashimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda L mashinani o'g'irlash bo'lgan bosib o'tgan masofasi qanot kengligi, bu esa o'g'it massasini bildiradi. Va qanday ifodalarda endi o'g'irlash mashinasida har bir egat uchun alohida qutula mavjudligini olib bo'lsa, u holda alohida qutilarga o'g'it massasi umumiy massani 80 soniga nisbatiga teng bo'ladi. Endi bu hamma ifodalardan foydalanib, tanch yuqori g'ildirak va apparat qanday uzatishlar sonini aniqlab quyidagicha keltirib olishimiz mumkin. Bundan biz foydalanib, quyidagi ikkita grafikni hosil qilamiz. Tanch yuqori g'ildirak va apparat qanday uzatishlar nisbatini faol parallel bog'liq grafik. Ana faollardan parallelga yuksekte paralel bo'yicha bo'lyapti, ya'ni faollardan parallelga olib borgan sari uzatishlar soni kamayib boryapti. Keyingisida esa tanch yuqori g'ildirak va apparat qanday uzatishlar nisbati mahsulot borgan sari uzatishlar soni ham ortib boryapti. Ana endi qishloq joy mashinalaridagi eng asosiy masalalardan biri bu energiya tejamkorligi hisoblash. Qishloq joy mashinalarida energiya tejamkorligi asosan toshga qarshilikda o'rtash mashinasi toshga qarshiligi nazariy o'zgarishni o'rganilgan. Qishloq besh mashinasi toshga qarshiligini tushunay. Quyidagi formula orqali ifodalab olsak, bu yerda va bizda qarshilik kuchi massaga bog'liq bo'lganligi uchun bunga qo'shimcha tarzda
FJ ifodasi ham qo'shib qo'yiladi, maqom ifodasi. Va o'g'lash mashinasi umumiy massasi texnologik jarayondan kelib chiqish, ya'ni ularga ma'lumot yozmoqchimiz kerak. Va bu 13 ifodani 14 ifodaga olib kelganimizki, Toshkent tashqi kuchi formulasi kelib chiqadi. Bu yerdan ko'rib to'g'risida qobiliyat bo'yicha, to'g'risida qobiliyat bo'yicha o'zgarib boryapti. Keyingi slaydimizda Gramsfield tashqi kuchi davriy o'zgarishni hisobga olib turib, tadqiqotlardan delta hisobga ifodasi qo'shib qo'yapti. Bu degani delta amplituda bildiradi. Endi bu grafiga Atlasga ko'rsatish har bir bit balandlikda sonli yechim orqali davriy harakat qilishni grafiga ko'rsatib. Endi uchar kuchlarni birlashtirib umumiy qarshilik kuchini formulasini yoza oladigan bo'lsak va bu sonli yechimlar orqali grafikni hosil qilsak, mana bu grafik hosil bo'layotgan vaqtga nisbatan va bu yerda ko'rinyaptiki, bu o'rtacha qiymati kamayib boryapti. Endi o'tkazilgan nazariy tadqiqotlarni to'g'riligini tekshirish va asoslash uchun tadqiqotlar dastavval laboratoriya sharoitida tajriba tadqiqotlar o'tkazilgan. Bu tadqiqot Namangan davlat texnika universiteti transport fakultetida o'tkazildi. Tadqiqotni o'tkazishdan maqsad yo'nalishlar ma'lumotlarini aniqlash, uzatishlar soni, aylanmalardan va tajribalardan tezlikni aniqlashdan iborat edi. Endi unda ko'p omilli eksperimentlar natijasida biz mana tajribalar sonini kamitish maqsadida biz ko'p omilli eksperiment o'tkazganmiz. Bu yerda o'g'irlash apparati qandayligi ko'ruvchi omillar tushda bir-biriga bog'liq bo'lgan ko'ruvchi omillarni tanlab oldik va ularda minimum va maksimum qiymatlarni hammasinikini alohida eksperimentlar natijasida topib, bularda foydalanib biz quyidagi regressiya tenglamasini keltirib chiqardik. Har bitta o'g'it uchun alohida selektor pascal uchun alohida quyidagi regressiya tenglamasini hosil qildik. Regressiya tenglamasidan biz quyidagi grafiklarni hosil qildik. Birinchisi o'rtash parametrlarni o'rtash apparati qanday usuldagi tushgan o'g'it massasiga bog'liq grafik. Harakat bo'layotib, bu yerda usuldagi va oylik o'qida esa massa iborat. Bu qanday o'g'itlar uchun alohida hisoblangan grafiklar bor. Undan keyingisida o'rtash parametri maqbul qiymatlarni foydalanish usuli orqali o'rtash apparatlaridagi ustidagi tushgan o'g'it massasiga nisbatan bog'liq grafiga keltirilgan. Mana hammasida o'sib borayotganligini ko'rishimiz mumkin. Endi bu eksperimentlar bu natijalarda yana asosli bo'lish uchun dala sharoitida eksperimentlar o'tkazdik. Dala sharoitida eksperimentlarda mana o'rtash mashinasi nusxasi bu eksperimentimiz tezda barmoq usullar orqali olib borildi va bu yerda asosiy dala sharoitida o'tkazilgan tajriba tadqiqotlar natijasida quyidagi stilogrammalarga erishdik. Stilogrammadan ko'rib chiqdik, massa kamayib borgan sari, har bir massa kamayib borgan sari, uning o'rtacha qarshilik kuchlari o'rtacha qiymati kamayib borayotganligini bu yerdan ko'rishimiz mumkin. O'rtash mashinasini tortishuvning qarshilik kuchining uning massasiga o'zgarish bog'liq grafigi ikkita tezlikda 5 va 7 kilometr tezliklarda grafiklari keltirilgan. Ana endi o'tkazilgan
nazariy tadqiqotlar va yashagan tadqiqotlar orasidagi bog'liqligini aniqlash uchun biz teoriyada o'xshashlik mezonlari metodidan foydalanib quyidagi urinishda tenglikni yoza olamiz. Ya'ni bitta teng f bu yerda ega chuqurligi, bu o'ng sochish chuqurligi, mashinani havo kengligi, tezligi mashinani va mashina massasi, atrofni zichliklari orqali aniqlay olamiz. Parametrlar orqali aniqlay olamiz. Va bu parametrlardan foydalanib har bir metodda har bir alohida birligi chiqish uchun mana bu ko'rinishni yoza oladi. Mana shu hisoblasak, mana chuqurlikni birligi, hammasining birliklari, massa birliklari kelib chiqadi. Bu darajada bizga nima uchun kerak? Bu darajada bizda darajalardan yo'ldan farqli xatolarni olib turib, matrisa tuzib olinadi va matrisaning rangi hisoblanadi. Agar matrisaning rangidan mana bu yerdagi o'zgaruvchi parametrlarni ayirmasa chiqsa, o'xshashlik kriteriyasi, o'xshashlik mezonlaridan qiymatlari chiqadi. Biz buni matrisaning rangini hisoblagan bo'lsak, 3 ta mana bu yerda xlar o'zgaruvchi parametr borligi uchun o'xshashlik mezonlari bizda mana keltirganimizda yerda pi1, pi2, pi3, pi4 orqali mana ifodalanyapti. Endi teoremada o'xshashlik mezonlari teoremasida demak shu to'rtta kriteriyani bitta kriteriya orqali ifodalay olishimiz mumkin. Sample shunday qilib pi1da pi2, pi3, pi4 orqali ifodalab oldik. Ifodalab olganimizdan keyin bularning har birlari uchun alohida empirik funksiyalar hosil qilindi. Empirik funksiyalar hosil qilingan alohida. Va shu uchala empirik funksiyalar natijasida umumiy toshga qarshilik kuchi aniqlandi. Bu toshga qarshilik kuchi aniqlandi. Bu bizning tarifda barobar qiymatiga ega. Va bundan bu ifodadan quyida grafik hosil qildik. Toshga qarshilik kuchini o'rtasida o'zgarishga bog'liqli grafik mana bu tegir chizikda harakat qilyapti. Massani o'zgargan sari, massa yana oshib borgan sari mashinasi boshqa qarshilik kuchi ham egishsiz qonunlar bo'yicha ortib boryapti. Endi o'tkazilgan dalishlar o'tkazilgan o'tkazish mashinasini sinovlari tugagan komissiyasining talablari bo'yicha natijalar bo'lgan ishlar bizda 14 tanlab oldik. Ish tezligi kelishdi. 8, begonotlarni ish darajasi 99, o'g'itlarni og'irliklari va o'g'itlarni sochish chuqurligi berilgan hamda o'g'itlarni ikki qatorda sog'ligiga mana masalan texnikalar bo'yicha o'tkazilgan va iqtisodiy samaradorligi eksploatatsiya xarajati 1 gektar uchun eksploatatsiya xarajatlarini 1,5%, mehnat sarfi 10% ga kamayganligi uchun bitta savzotlarni o'rtash mashinasining iqtisodiy samara bundan 400 so'mni tashkil etyapti. Endi jamiyatchasini quyidagi umumiy xulosalarga ko'ramiz. Bu yerda asosiy o'g'itlarni eng asosiy jarayonlarni o'zbekiston mashinalarida bajarish uchun jarayonlarni tahlil qilish, rejalashtirish, barqarorlashtirish va murakkab masalahlar dastlabki ma'lumotlarni olishda avtomatik modellashtirish maqsadga muvofiq o'g'itlash hisoblash yoki boshqa ishlarni uzunligi, orqa hamqaligi hamda hamqaligining miqdorlar ishini aylanishlar soni o'zgarishi orqali amalga oshirish mumkin. Shuningdek, tajriba tadqiqotlar mineral o'g'itlarni savdolarga berilgan yerda sotish uchun tavsiya etilayotgan o'g'itlash mashinasini har bir seksiyada 2 ta apparat qo'shish yetarli ekan. O'g'itlarni berilgan yerlarni sotish uchun o'g'itlash apparatining harakati uzunligi 60 mm, aylanishlar soni 50-60 va mashinaning harakat tezligi 5 km/soatga tushadi. Bo'ldimi? Yakunladimi? Demak, e'tiborlaringizni rahmat. Ma'lumot tugagan. Marhamat, savollarga o'tamiz. Kimda savollar?
Mümkün. Oturup duruyor. Patlıcan. Olunca arasında aldığımız tanıştıklarımızı sağlık cevabında yeri yoldaşım olsun dedik. Bunlar karşılaştı olayan parametreler olayan da eğer kadın sanatına kurdu saçlı kendisi işler çıkıyor parametreler asoslaştırdı. Nasıl ki şu makineleri işlep çıkış var işçilerin matematik modelleştirmişiz ama karşı jargonunu matematik modelleştirmişiz. Çocuğların kursadığın için. Birinchi o'rinda mana to'rt suratda. İşte hatta yapamadığımız doğru arayla düşünüp bir yol asasına. Matematik maliyeti toplayıp bir şey sayı. Bir şey sayı. Bana bu. Kendisi de dayanışma ifade ederek dayanışma ifade ederek rahat rahat dolayısıyla bir süre sonra oxirida bir toshga qarshi tushiradi to'g'ridan yo'lda orqali hisoblar to'g'ri. Mümkün. Yerine gayret. Onlar toplumda ilmi ahamiyeti şu yani şimdi ilmi ahamiyeti böyle. Bir ahamiyat aşırı satışlar sonradan ayrılışlar sonradan şu özdeşler parametrelerden öğrendik. Şu öğreniş parametrelerine asosladık. Ve bu direkt bir ahamiyat var şu yani bunlarda faydalanıp güçler sokladık. Bunlardan faydalanıp son insanlara doğru gidiyor ve eksperimentler ötkazdık. Bunların bir kameraya Şimdi şeydeki faoliyette savol seni bir faydana. Oldindan o'rganganda Altay uzunligi boshqasi siz aytgan tortish kuchlari nimasidan farq qiladi sizga? teknolojik jarayonlar bilan bo'lmagan uni bir şey söyleyeyim. Yurda uzatishlar soni boyaga mashina taratishlar uzatishlar sonida o'rgatilgan kuchlar Yo'q, texnologik jarayon o'zgarmaydi-ku Altayda shu. O'sha jarayon oldingilardi. Siz nimaga boshqacharoq yondashdingiz? texnologik parametrlar texnologik parametrlar qo'llab Bu boshqacharoq. Xo'p, oldin qanaqa parametrda ishlatgan ekansiz, qanaqa ishlar? mana bu 11 formula bo'lmaganda davom uzatishlar soni işte. Uzatishni aytmam, o'g'itni normalar solishdi. Rahmat so'radi-yu, jarayon. İş jarayoni degansiz. Jarayon. Qanaqa o'zgartiryaptilar? Chunki siz Altayni o'zgartirsangiz, konstruksiyani o'zgarib ketadi. Boshqacha g'altat qilganmiz. Yo'q, bardaklar turliklari shu ko'rinishda eng aktual mashq holatda bo'lsa, anavi ikish apparati, o'tlash apparatiga aylanganda qancha yuzga eng aktual nechi bo'ladi degan savolga javob topishlar kerak. Siz mavjudni boshqacha qilganmisiz Altayni? Bo'ladi. Hatay o'zgarmagan. Hop o'zgarmasangiz, uni uzunligini, aynan shuni nima qizig'i bor o'rganishni deyapti-da. Qizig'i u oldin serga faqat ikki ketgan paytda ikish apparati o'tlash apparatiga aylanganda o'sha mashina harakat qilayotgan paytda belgilangan bir xil miqdorda tushyapti, tushmayapti deb qo'ysak, hatto uzunligini ichish qo'ysak, bir xil miqdorda tushadi degan savolga To'xtang. Siz ikish apparatini o'g'it solishga ishlatmoqchimisiz? O'sha bittadan emas, mana ko'kada ichida hop qaysi haligini o'simlikni ekatiganligini qilgansiz. Piyozligini o piyozligini mayli tushundim. Unda buni fizik mexanik xususiyatlarini
mineral o'g'itlar qanaqa bir-biriga o'xshashligi bor piyozingizni bo'limi. O'zgartirmasangiz konstruksiyasini siz aytgan narsa bo'larmikin? Bo'ladi. Hop, shuni matematik jihatdan asoslari bilyapsiz. Shuni aytib bering. Mana g'altagini. Ikkinchi g'altagingiz. To'rtinchi. Endi mana oldagi ishlar qilayotgan sxemasi birinchisi energiya harakat zonasi harakat zonasi Hop. endi bor mana bu adabiyotlarda bor bo'lgan formulalar orqali o'sha harakatlar va bayregada tushunuvli bo'lib o'rin masalasidan aniqlaydi. Endi shuni aytyapman-da men. G'altagan formulangiz ham o'sha bo'lsa, maqsadingiz nima edi sizni deyapman. G'altani o'zgartirmasangiz, o'sha formula shuni beradi-yu deyapman. Ha, tushundim. Adabiyot o'zgartirmasak ham shu formulani ustunligida, faqat ustunligida, masalan, g'altaga biz o'lishni Komissiya ham osonroq, menga qarang. Borida nechi bo'lgan uzunligi, siz nechi tasvir qilyapsiz? G'alta. tasdiqlayotganimiz 15 qanot. O'zida nechi bo'lgan? 25. O'zida o'zi bunga ustunlikni o'lchovlari ko'p bo'ladi, lekin eng diagnoz bo'ladigan 25 bo'ladi demoqchi. Bu savol beraveraman. Manda savol bor. Aslida Mana dissertatsiyaning mavzusida matematik modellashtirish deyapsiz. Matematik modellashtirishdan maqsad nima? Nima maqsadda modellashtiryapsiz? Va dissertatsiyada shu modellashtirishdan olgan nima natija asosida siz oxir natijaga erishdingiz? Modellashtirishdan maqsad birinchi o'rinda o'tkazilgan tajribalar sonini kamaytirish. Nimasi? Tajribalar soni. Endi shu yerda kitoblarda nazariy tadqiqotlar kitoblardan ishlarni osonlashtirish. nimaga erishdingiz shu matematik modellashtirib, oxiri nima oldingiz shu matematik rejalashtirishdan? Agregatni oxirgi parametrlarga biror narsa oldingizmi? Nimaga modellashtiryapsiz? Va natijada nimani oldingiz o'shanda? Biz massa o'zgarib mashinalarda massasi kamayib borayotgan bo'lsa, u mashinalar massasi kamayib borayotgan bo'lsa, unga tashlik kuchida massani aloqasi yo'q deb o'tib ketilgan. Endi o'shani biz massani o'zgartirsak ham bu o'g'irlash mashinasini olishga qarshi kuchiga ta'sir borligini keltirib chiqaradi oxirgi. Massaga bog'liq. Keyin siz mana qarang, mangizni ko'rganda men hayron bo'ldim. Matematik modellashtirish degan so'z 3-4 paragrafingizda mutlaqo matematik modellashtirish boshqa, matematik rejalashtirish boshqa. Planирование факторный эксперимента deysiz. Siz planирование факторный эксперимента modellashtirish deyapsiz. Biz hozirgacha qishloq xo'jalik agregatlarini qilishda parametrni asoslashda modeldan foydalanilgan. Model nima narsa? Bir katta agregat. Bu agregatni yasash, uni muammo dalaga chiqish muammo bo'lgani uchun kichkina deylik 10 metrlik bo'ladigan bo'lsa 1 metrlik model qiladi, laboratoriyada eksperiment o'tkazadi. Natijani olgandan keyin shuni 10 metrga ko'paytirsa, o'sha umumiy natija chiqadi. Men o'yladim, shu narsa bo'lsa kerak. Sizni maqsadingiz degan fikrda edim. yoki matematik model, har xil formulalar. Lekin men dissertatsiyani ko'rganman, umuman
matematik modelni natijasi pirovard natijada dissertatsiyani oxirgi natijasini bermayapti. Pirovard natija yo'q. Mana uni oldim modellashtirish natijasida va bu natija asosida mana eksperimentni o'tkazdim, yo mana eksperiment kamaydi yoki menga erishdim degan narsangiz chiqmayapti-da. Men shunga hayron bo'lyapman. Nimaga u dissertatsiya mavzusida matematik modellashtirish deb katta shishirib qo'yyapsiz-da, hech nima yo'q. Absolut hech nima yo'q. Yo'q, unaqa emas. Modellashtiriryapsiz-ku, ko'proq o'g'irlash maqsadida ketib qolyapmiz. Ha? Bir savol beravering, buni keyin Keyin yana bitayman. Mana siz parametrlarni o'rganyapsiz. Mana domlada ham aytishdi. G'altaki uzunligi, aylanishlar sonini olyapsiz-da, boshqa o'lchamlarni olmayapsiz. Nimaga asosan? Qolgan o'lchamlar bor-ku, mana o'zingiz keltiryapsiz. Koeffitsient, nog'larni to'lish koeffitsiyenti, g'altakdagi nog'lar soni deyapsiz, kesim yuzasi deyapsiz. Ular nimaga olmayapsiz? Yoki yana bitta savol shu yerda umuman sizgacha bo'lgan ilmiy tadqiqot ishlaridagi kamchilik nima edi-yu? Siz bu g'altaki parametrni o'rganyapsiz. Fikrim shundaymi? Maqsad nima edi? Nima muammosi bor edi? Yo siz nima uchun buni o'rganyapsiz, parametrni asoslayapsiz? Teoriya pedagogiyangizdan kelib chiqadi. Bor narsani o'rganamiz. Bor narsadan bir narsalarni modellashtiramiz. Shashlik mezonlari formulasi orqali bunday parametrlar tanlab olyapmiz. Va shu parametrlarni tabiiylari darajalari orqali biz har bittasi uchun empirik funksiyalarni keltirib chiqaryapmiz. Ya'ni asosiy o'zgarib chiqish uchun empirik funksiyalarni keltirib chiqaryapmiz. Endi nechta empirik funksiya bo'ladi bu yerda? Parametrlar yetsak degan savol paydo bo'ladi. Shuning uchun variativ matrisa rangini hisoblaymizda shu parametrlarni sonida matrisa rangi sonini ayirganimizdan keyin nechta empirik funksiya tutish kerak, nechta shashlik kriteriyasi borligini sonini aniqlab olamiz. Plar son tengsi plar son bu yerda 7 edi. Keyingisida mana shashlik mezonlari demak 4 ta bo'lar ekan, chunki inson rangidan ayirishadi. Mana shu bilan bitganda bunday termalar foydalanib mezonlar qolgan mezonlar orqali ifodalab olishadi. Endi bu yerda juda uzoq hisoblash jarayonlari bor. Birinchi turlarda o'rinlarda o'rganib mana bunday empirik ifodalar, empirik funksiyalar hosil bo'ladi va bulardagi gapimizga asosan bu funksiyalar to'plamamiz bo'yicha soddalashtirib bergan bo'lsak, massa bilan tashkil uchun bog'lovchi ifodalar paydo bo'ladi. Bunda massa o'zgaruvchi. Massa o'zgaruvchi qolgan o'zgarmas miqdorlarni mana shuni grafika egil chiziqli o'zgarish bo'ladi. Endi mana massamiz o'zgargan sari Canım kızım solihamsiz, Oyshamsiz, Hadijamsiz. Murat savol berib turing, rahmatdan to'xtab turadi. Xo'p. Yoki bilan universal ramaga ega bo'lgan o'qitish mashinasi ishlab chiqyapti. O'qitish mashinasi ishlab chiqyapti. Universal ramaga ega bo'lgan deyapti. Mavzu rama bo'yicha universal ramaga ega bo'lgan deyapti. Bu rama loyihalaryapti. Yo'q, qaniydi ramani uzunligi tashlab qilyapti. Yoki qaysi ramalar qaysi siyarkan rama nima takomillashtiradi. Shu mavjud siyarkan takomillashtirish hisobi ham Shu serkangiz rasmni ko'rsating, yo'qmi sxemasini? Tepadagi rasm.
osonroq bo'ladi. Uchinchimi? Ana shu yerda universal ramangiz bormi? Nimaga universal deyapsiz? Shuni ayting. Tamom. Universal ramiga bo'lgan deyapti. Hozir universal rami yo'q. Sabzavotchilar uchun yo'q. Bizda hammasi universal bo'ladi. Parametrlar bilan qaramoqda bizga qilsak universal bo'ladi. Qaysi parametrni o'zgartirishni qilaman? Parametrlarda hech qaysi parametr hech narsa o'zgarmaydi. Bo'lmasa nimaga hozir aytyapsiz? Oldin ramni mana bunaqa edi, o'zgartirib universal bo'ldi. Yo'q, oldin siyilka bo'lganda, o'shaning uchun universal deyapmiz. Voy, muhokama qilmanglar, savol, javob. Keyin muhokama qilamiz. Hozir faqat ikki ketgan. Endi o'sha Ramani o'zini gapiring bular. Nima uchun universal deyapsiz? O'zgarish bu. Demak, buni ko'rmagansiz. Rama turibdi. Bunga o'zgarish kiritdingizmi yo'qmi? ramani o'zgartirish mumkin. Nimaga bo'lmasam oldingi ramani universal qilmayapti? Ramiga tegmagan bo'lsangiz, nimaga buni universal qilib qo'ydingiz? Demak, mavzuni o'ylab ko'riladi, albatta. Boshqa savol berishgansiz? Mana bu o'g'itlash mashinasini ishlab chiqdim deyapsiz. Oldin qanaqa o'g'itlash mashinasi bor? Yoki yo'qmi? Siz nimaga ishlab chiqishga bo'lsam, ehtiyoj to'g'ri. Ishlab chiqdim degan savolga javob. Oldingisiga ko'ra energiya sarfi kamroq va resurslar kamroq. Resurs tejash uchun ishlab chiqish boshladiz-a? Qaysi mashinani energiya tejamkorligi aslida bunda o'shadan bir omil bor bu. Pasga ketganmi? Siz tavsiya etayotgan mashinangiz qaysi mashinadan bir omil bor bu. Energiya tejash. Belarus Belarusning ichida degan Siz javob demang, bilmasangiz unaqa emas. Boshqa narsani bilasiz. Mana Shantok Vaskayevga yo'lyapti. Agregatlar asosida ish rejimi ishlaysiz. Qanday ish rejimlar bor, sizga qanday ishlaysiz? Sen ishlashlar Yani tasavvur başlayınca agregatif rasyonel ish rejimini tanlash. Bu tarafda o'tkazishlar. Qanaqa ish rejimlari? Qaysi rejimlarni ratsional tanlagan-da? Rejangizni boshqalarga birinchisi ish rejimlarini tanlash kerak. Mashinangiz qanaqa ish rejimi? Keyingi savol başlayın. Bir marta to'g'ri bo'lganda u tushishini hisoblayapsiz. Bu mavjudlarda qanday tushadi? Sizga nimaga loyihalashga majbur bo'lyapsiz? O'qitash, muhtojlar. Mana nimaga hisoblayapsiz? Nega kerak bor? Yangi muhtojlar loyihalashni mavjud. Yangi ehtiyoj bor. Oldingi muhtojlar nima ishlamayapti? Bor-ku, 3 yillardan beri ishlab kelamiz. Nimaga yangisini loyihalash ehtiyoj tug'ildi? shaharlar. Bilan motorlarga loyihalayapsiz. Buni qanday hajmigacha, kavushni hajmigacha o'lchayapsiz, to'g'rimi? Mana ochingida
Rasmini, mana shu yerda qo'yapsiz. A, B, D, rasm to'rga ko'paytiryapsizga. Nima ehtiyoj bo'ldi yangi loyihalashga? Bor-ku, Mavjud. mavjudlar ko'p-ku, farqlari bor, uyalab tashlaydigani bor. Uysumonligi bor, granullarniki bor. Sizga nimaga ehtiyoj bo'ldi o'shalarni ishlab ko'ra olmayapsiz? Yozda o'tlashga. Chunki ularda bizda Bitta unga qolyaptimi? Endi ikki savol bo'lib mayli. Savolga javob topasiz. Mana bu chizmangiz qaysi chizma? Tepada. mana bu Nima chizma? Siz yangi mashqlik chizmasizmi bu? Mavjud sizniki ham sizlar mavjud o'rganamiz. hop, bu yerda nazariyani hisoblayapsiz. Buncha bo'lyapti, buncha bo'lyapti, o'zingizni kitob qilyapsiz. Hisob kitob bilan mashinangizdagi miqdorlaringizni parametrlar qani? Rasmi qani, chizmasi qani, o'lchamlari qani? Ushbu parametrlar ushbu Hozir mana A, B degan bundoq turgan idishlangiz turibdi-ku, shundan bitta pog'ona. Bu qaysi mashinaniki? Qaysi miqdorlarga maktabadagi bitta chizganmisiz? Bitta o'lchasi, o'sha to'g'rimi? O'zingiz sen graflar. shu o'zim bilganlarimiz Bu yasamagan nazariyat tadqiq etyapmiz. bo'lmasa bu borni o'zidan qo'yilgan borku, nima qilib qo'yilgan yangi borku, mutlaqo ish bor. Nima kerak bor? Mana mutlaqo borgan vaqtimiz. Bilamisiz? Borku. Bordi, ana bu kerak. Qaysi bo'lmash? Hech kim uchun. Mana bu Bu formula funksiya. hop funksiyangiz yo'qdir. Lekin funksiyangiz bilan men muqtorolarni yo'q. Bu funksiyangiz bilan muqtorolar dalada ishlaydi bu funksiya. Ishlaydi. Dalada formulangiz ishlaydi. Ishlaydi. Qancha o'g'il sig'adi shunga? Qancha formulangiz qancha o'g'il sig'adi? Hop, eng savol. Mashina detallaringiz chizmasi ko'rinmayapti. O'shangiz so'rayapti. Keyingi takror boshqangizlarga g'ildirakdagi shtabrat orasidagi uzatishlar nisbati nazar bilganmiz deyapsiz. G'ildiragingiz ham kirdi. Takror boshqangizlar turibdi. Diametrni qaraganda bir bo'ladi. Diametri bir marta aylanganda, o miqdorlar ishini necha aylanadi? Yarim. Mana shu g'ildirak bir marta aylanganda, bunga tagida turgan miqdorlar ishini necha marta aylanadi? Bu bir marta aylanganda, mana miqdorlagich Dünyada maqbul qilyapman. Hisobot. Endi bu o'g'irlayapman deyapsiz-da. O'zi piyozga bir gektarga umuman bir gektar piyoz shu qanaqa o'g'irlar kerak? azot, fosfor kerak. Endi siz qaysi birini solmoqchi bo'lyapsiz? Mashinangizga. Siltra, O'z so'tang. Selitra, nechta bir gektarga nechta mashina solmoqchi? bir gektarga Milyon. 150 kubik yerda tartib yerda holatga qarab 150 200. Hop, mayli, sizniki yeringiz haqida gapirishib, yeringizga qancha solish kerak? Qancha soldingiz? 200. 2 kilogramm soldik. Yana endi qarang, 1 gektar 2 kilogramm soldik. To'g'rimi? Endi mana mashinangiz.
1 metr yurgandan necha gram o't tushiradi? 1 metr. Ha. 10 metr yurgan. Hisoblagan saatga to'liq aylanganda 56 grammmi? Ha, shu. Mashinangizda nechta 8. motor bor? 8. Mashinangiz qamroq kelganiga necha? 8. 208. Hop. Tayinli chiqish boshladi. Javob beradi. Shunday qilib misol. Qolganlarni ham shunday bajaryapti. Modellashtirishni bilmaydi. Hop, 8-sira. Birinchi formuladan 14 formulaning orasida turgan X-da deformatsiyalanish qiymati tayanch to'ldiragini radikal nisbatan kichik bo'lganligi aniqlangan. Deformatsiyalanish qaysi tomondagi ko'rsatkichlari diametrga nima aloqasi bor? Formulada X'da aytyapman. Quroqning deformatsiyalanish qiymatini ana to'ldiragning radiusiga nisbatan qanday bog'liqligi bor keladi? Kichik bo'lganligi sababli aytyapsiz-da, katta bo'lgan nuqta. Nima bo'lmaydi? Hop, 14-slaydda bizga har bir mashina rasmini to'ldiryapsiz. Tadqiqot obyektlarning mavzusida rama yoki miqdordagi to'ldiragich deyapsiz-da, bular yo'q taqdimot. Sizlar bordi. Taqdimot yo'q, shuni selgan bo'lib qo'yapsiz-da. Bizda biror detal yo'q. Yangi. Yo birorta bir loyihasi yo'q uni. Shunday rasm bo'libdi, shunday qo'yilgan da misol. Agar miqdordagi yo'q yoki Qaysi mashinada eksperiment o'tkazgan, qaysi metod orqali o'tkazilgan. Mashinada Yo'q, qaytini o'zgartirib o'tkazgan shu mashinani deyapti-da. mumkin. mumkin bir yo'q. Agar masalalar bor. Mumkin maqsad bor. Hozir sizning mavzuyingiz rama bilan o'g'ildan bor. Ish jarayon. O'g'ildan ish bo'yicha rama bo'yicha narsalar yo'qmi? Rasmni qo'yishmaydi. Unda o'zgartirib motorlarni qo'yish sentrasiz. Siz parametrlarni o'zgartirib qo'ygan. Siz nimani mashinani o'zgartirganingizni ba'zi savolga mana bu narsani necha qilib qo'ydim, mana o'zimga shuncha qilib qo'ydim yo mana qilib qo'ydim degan narsani ayting. Faqat nazariy tadqiqot qilganligida. Unda nimaga eksperiment o'tkazdingiz deydi. O'shanda ketkazgan nazariy tadqiqotlar to'g'ri Hop, nazariy tadqiqotda miqdorlarga 2 santimetr edi-yu, hisoblab qo'yganingizda 2 santimetr qoldi. Mana bu yerda beryapsiz-da, to'plamida 15 millimetr, 20 millimetr deb beryapsiz-da. 15-25-35 O'qqa chaqirildi, g'amdagi uzunligi 15-25-35 millimetrdan toplayapti. Holbuki bu apparat 50 millimetrgacha mavjud. Uni mashinada o'zimiz regirovka qila olamiz. Chegiruvga qilgan paytda o'tlashda bir me'yorda bo'lish uchun 25 olish maqsad qilmoq bo'ladi. Ana traktorchi ham agronom ham dehqon ham biladi, unda 25 turib qo'yish. Agar miqdorlarga so'radi, miqdorlarni kelasi necha gram tushyapti bir marta aylantirilganda, qisqartirib mashina o'rnamiz deb biladi uni. Sizga o'rgatishingiz bo'yicha tadqiqotga borish shart emas. Bu ilmiy yangilik emas, bu texnik
Yechim bu shunchaki yechim qo'yish. Mana bakrishani qo'pol oxirigacha yo'qmasa, chetirsa suv to'kiladi degan narsaga yangilik shart emas. Bor o'zi 50 millimetrga borib to'g'rilagishdi. Shuni ular kichkina qilib qo'ysangiz, yo'lgacha chiqadi o'sha. To'layveradi. Hozir to'g'riladi. Va endi bunaqa tibbiy eksperiment o'tkazdim deb keladi. Nazariya hisoblagan bo'lsangiz, nazariyalarni ko'rsating. Quyida nima eksperiment ko'rsatyapti? Qaldagi aylanishlar soni deyapti. Bu mavjud ko'rsatib qoldi. Anaslarda o'shancha qaysi sohasi maqsadini olib qo'ygan. Maqsadga muvofiqligini eshitmaydi emas, o'z tartibchan biladi. Yo'q, yangilik emas bo'lyapti. Yoki siz yangi loyihalar qo'ysangiz ekan, endi buncha qilsangiz degan bu bor narsa. Siz menga qarang, istiqomsan bo'lish uchun ikkita narsani adashtirishda ish jarayoni va uni matematik modellashtirish eng oson ishingiz. Siz plyus o'g'it solish, uni eksperiment deyapsizda, yo bunda to'xtab olsangiz osonroq bo'ladi. Siz yaxshi ish jarayonini matematik modellashtirish to'g'risida ko'proq ularni qiling. Savolim chetga chiqib ketyapti. Bu endi uni gapidan kelyapti. Gapdan Mavzudan belgilasa, mavzudan kelib chiqadi. Qandoqlar mavzuda ishlab chiqish mashinani deganda. Va ishchilarni matematik modellashtirish Albatta, menga qarang. Matematik modellashtirilyapti-yu, o'g'itlash mashinasi deyapti. O'g'itlash mashinasini ma'qullashtirish deyapti. O'g'itlash mashinasida o'g'itni tushishi deyapti. Eksperimenti deyapti-da, u buni gapirmayapti. ishlab chiqish. Endi mana 19-slaydda o birinchisi ishlov berish chuqurligi deyapti. Bu nima bilan ishlov beradi? Sizning mashinangizda ishlov bermaysiz. Sizning mashinangizda nimadir ishlov borki, u 1 santimetr chuqurlik ishlov berib ketadi. Nima u? Keling, bunday qilamiz, to'xtang. Keyin bor. Bitta berib oling. Keyin ularga o'g'itlar o'simlikka nimasiga xizmat qiladi? Parvarishlashga xizmat qiladigan bo'lsa, 4-banida begona o'g'itlarni o'ldiradi, 99 foiz deyapti. O'qityapmiz. Sizin so'rayotgan mana kreditingiz o'g'it o'ldirmaydi, o'g'it qiladi. O'stiradi u. To'g'ri. Endi shularni shunaqa solishlik chuqurligi deyapti. O oltita. O'g'itlik solish chuqurligi siz tashqi bitta parametrni beryapsiz, mana shu hisob etadi deb. To'g'rimi? Lekin siz tashqiga xulosa qilmayapsiz. bo'yicha nima ish qilmagan? Ayni savollarimizga. Xo'p, kimda borgan savol? Bo'ldi. Xo'p, menda savollar bor, sizda hal qilish. Mana qarang, matematik modellash teoriya podobiyada. Bu o'zbekcha o'xshashlikni nima deysiz? O'xshashlik mezonlar. Uni asosiy maqsadi bor narsalarni o'rganish, to'g'rimi? Eksperimentlarni o'rganish, uni asosida nazariy jihatidan har xil modellar qilib turib, bunday qilsa bo'ladi deyish. Ana undan keyin o'sha asosida bitta mashinani ishlab, bitta zo'rkasi eksperiment qilib ko'rish. To'g'rimi? Shuning uchun mana temangiz bo'yicha endi ish jarayoni sizda ketyapti. O'g'itni miqdorlash. To'g'rimi? Yana nima? O ish jarayoni nimasi? Asosan o'g'it solish to'xtab qolyapsiz-da. To'g'rimi? Asosan o'g'itni miqdorlash bo'lib qolyapti. To'g'rimi? Yo faqat sabzavot misol. Endi qara, xo'p o'g'it miqdorlash bo'lsa bo'lsin. Shu o'g'itni miqdorlashni ana shu teoriya podobiy bilan qanday bog'lagansiz? Ana miqdorlash ish jarayoni. Rosa temangizga kelsa-da, keyin boshqa narsani ham so'rayman mana. Ish jarayoni universalmi yo'q demaysiz. Mana ish jarayonini eng asosimiz o'g'it miqdorlash. To'g'rimi? Bo'ldi mana ish jarayonini miqdorlashni modellashtirish. Shu teoriya podobiyangizda nima qildingiz shu? Teoriya podobiyada shu qancha bo'lgan parametrlarimizni bir-biriga qanchalik bog'liq ekanligini Yo'q, ana shu o'g'itni miqdorlash bo'yicha
so'rayapman-da men siz yerda yana tortish kuchiga ketgansizda. Tortish kuchi ish jarayoni emasda u. Tushunyapsizmi? Siz eng asosii mana o'zi syalka deyapsiz-da. O'g'itlash mashinasini ish jarayoni shu. Keyin ular keyin boshqa masalalar. Tushuntirib oldimmi? Endi qarang, bas teoriya padovi bo'lgandan keyin Rani ekspertimiz ham kerak emasda sizga. Bu bizda mana klassik ekspertlarimizda kerak. Siz mana shular bilan modellab turib, tasvirlab berishingiz kerak. Tushundingizmi? Shu nuqtai nazardan konkret mana vazifalaringizni yozyapsiz. Meni kanalda vazifalaringizda yo'q menimda. Ekspert nimaga eksploatatsiya etmaydi. Shu eksploatatsiya Vazifalaringizdan mana qarangda misol sozlov sergasi bilan versa ramaga ega bo'lgan deyapti. Lekin siz yo'q deyapsiz-da nimagadir. O'g'itlash mashinasini deyapsiz. Sozlov sergasi bilan versa ramaga ega bo'lgan o'g'itlash mashinasi tajriba nusxasini tayyorladi. Tushunyapsizmi? Uni parametrlar hamda ish rejimlarini mavzungizdan chiqib ketaveryapsizlar. Shuning uchun savolim mana bu vazifangizdan kelib chiqib undan bundan ikkita tema aralashroqda sizda. Siz yo buni yo uni oxir oqibat kuchaytirish kerakda. Mana funksiyani empirik ifodasini oldik deyapsiz-da. Qayerda ishladingiz shuni? Bu bittasi nimalar? Natijasini olib turib 17-chingizda. Bittasini ayting, mana bu bittasi. Xo'p. Qarshi kuch bo'lgan, qarshi kuch ifodasini to'g'rilashda bitta. Eng keyin mana bu darsda ikkinchisi uchun. Shu sektorga mana funksiyamiz yuqoridagi funksiyada sistem bo'lishini ishlab turib, eksploatatsiya. Xo'p, eshitdingiz. Shu yerlarida qaysi parametrlar argumenti bo'ldi funksiyani. Funksiyangiz bitta masalani olgansiz-da, boshqalarni olmagansiz. To'g'rimi? Endi mana qarang, ammiak silitraga 3 ta formula olgansiz-da. Lekin x1 x2lar bir xil. Qaysi shart bilan yechdingiz mana shu regressiya tenglamalaringizda? Mana x1 x2 x3lar bir xil, to'g'rimi? x1 1 1 Machevina superxil ammiak uchun 3 xil. To'g'rimi? Qaysi shartlar bilan yechdingiz mana shu ammiak uchun, selektor uchun, Machevina uchun? Oldingiz o tenglama. Endi yechish kerak buni, to'g'rimi matematika? Nimanidir qidirish kerak. Masalan, x1 x2 qidirasizda buni. To'g'rimi? Qanday shartlarda yechdingiz shu funksiyani? Değişim ürünü mü? Tamam. Böyle orada hareket ediyor. Açıklamamız şey işlaştı. İşte ne zaman var mı? İşin üstüne tahsil oldu. İşin ne zaman? Ular mayli, u endi adekvat neadekvatlik o'zi bulardan o'tib bo'ldingiz. Tenglamani topdingiz. x1 plus x2 abc. X topish kerak. Devi barobar deganda. Manada turibdi x1 x3. Shart bo'lmasa top bo'lmaydi, to'g'rimi? Reaksiya tenglamasi shunaqa. Tamamda var ki bir sorun oldu. Çekti. Nima gitmasın.
O'zi bundayroq qilaylik. Egri biringiz nima o'zi? Massami? Ha, demak o'g'itni massasi. O'g'itni massasi nimaga kerak sizga? Demak bu miqdorlangan o'g'itni massasi bo'lsa kerak. Masalan, 20 kilo tushishi x1 x2 topish kerak. Buning uchun yetish kerak. Demak, mana nima deysiz? Chegara. Siz matematiksizda menga qarang, 12-sizga o'taymi bo'lmasam? Mana bu grafiklaringiz nima bo'ladi? Matematik modellashtirish usulida aniqlashtirish. O'g'itlash qurilmasining parametrlari. Qanaqa matematik model? Modeli qayerda buni? Onda x1 x2'lariniz yo'q, nollar. Siz to'g'ri sonini qo'yib chiqindaligisizmi? Xo'p, grafiki bo'lsa, bu yerda x1 x2'lar bo'ladi-yu, 0 0 degan siz kod bo'yicha yechishingiz kerak edi-yu. Yo'q, mana grafiklarni aytyapman. Xo'p, mana qarang, x1 masalan 25, anglash soni 60, harakat tezligi 5 bo'lgandagi nuqtani topib beringchi, qaysisidagi bu? Mana x'ingiz shunikimi shu axir? Eng optimal qiymatidagi nuqtalarim. Mana tepada kilogrammingiz turibdi. O'zi kilogrammingiz nechi bo'lishi kerak? Shuni aytmayapsiz siz. Xo'p, eng optimal qiymatingiz qaysi shu yechganingiz x1 x2? Endi x1 tutsam x1 yo'q. Mana erjingiz nima bu? Shu qalta uzunligida x. Xo'p, qalta uzunligi nechi bo'lishi kerak optimal? 25. Xo'p, 25 bo'lganda nechi kilo ekan? O'g'itingiz. O'g'itingiz nechi kilo tushar ekan 25 bo'lgan? Grafingiz bo'yicha. Böyle hammasi erishikli grafingizni o'zim ko'raman. Ha? Mana uchalasini endi ko'rmayapman, o'ynayapti mana x-da. Bittasi altagida uzunligi bo'yicha ekan. Yo'q, ikkinchisi uchalasini ham bir xilmi? Faqat tezlik oshyapti. Yo'q, mana 3 ta grafikda hammasida uzunligi. bu 3 ta tezlik o'zgaryapti xolos. Tezlik o'zgaryapti. Mana bitta, ikkita, 3 ta turibdi mana aka. X-da bitta narsa turibdi. Mana bu harflar so'rayapman, nima bu? Bu nima? G'altaqning uzunligi. Mana nima? Boshqa harf? Yo'q, bir Uchalasi xil 3 ta tezlik faqat. nima degan? 3 ta tezlikda olyapti. A, B, B'lar bo'lgan. O'qlardagi. Ha, selitra, sulfit fosfat mochevida. Grafikdagi 1 2 3. Tezliklar. Xo'p, shu 25 ta necha kilo bo'ldi ismi qoldi? 25 ta 55 gramlar. Gramda qo'yib qo'yibsiz. Ha? Gram ekan. Birliğin gram ko'ps. Ha, nima uchun siz endi 3 ta o'g'it uchun
3 xil tenglama qildingiz. Nima uchun? Bular o'g'itlar bir xil emasmidi? Xo'p. Demak, masalalarimiz yo'q. Iqtisodda mana bu sxemangiz nimasidan farq qiladi eksanovanikidan? Sxema turtkiz, balingiz. Peki üçüncüdagi eksanovanikidan nimasidan farq qiladi? Yağmur soladimi? Xo'p, mana bunday dedi, sabzavot urug'ini ekadigan siyalkaga o'g'it, o'shani o'zi o'g'it solish uchun nimasini o'zgartirdingiz? Nima ish rejimini o'zgartirib, o'shanga Kaltayda Novo deymizmi mana bu joyni? Shu yerda o'zgarish bo'ldimi, bo'lmadi? Faqat uzunligida. Yaş 4-inchini olsang, mana shu formulalarda nima qo'shdingiz siz? Şunu to'rtta formuladan foydalanib, mana 5-formulani tushdagi masalalarni qancha Tushundim, o'sha 5 ta nima qo'shdingiz siz? Masalan, bu 4tasi o'zi bor. Mana shu formulada bironta o'zgartirish qildingiz, mana shu 5 ta formulani ichida o'zi bor formula emasmi mabodo? Endi keltirib chiqarish yangilik emas endi. O'zi bironta konstitutsiya qo'shgani yo'q. Masalan, 4 ta formula bor edi. 5 keltirib chiqarish qilaveradimi, любой matematika. Ehtimol bironta koeffitsiyentlar degandir siz. Ha? Hop, oxirgi savolim nega qarang. Matematik nima ma'qullashtirishmi? Planering eksperiment bor. Hozir men o'shani tayyor dasturlari, programmalari bor. 20x90 yechib beradi. Nimaga hammasini qo'lda yechdingiz? Vaqtingizni ketkizib, yo savol tushunmadingiz. Raqamlashtirish deyapti-ku hozir. Kompyuterlardan foydalanishga. Endi bersangiz grafigacha, x1, x2gacha hammasini chiqarib tashlaydi. Siz eslarni ham, buni ham, Fisher studentlaringizni ham o'nta hujjatga hisoblab topsiz. Maqsad nima? Nimaga tayyor programmalardan foydalanmaslik? Ha? Xo'p, qaysi boshqa metodda nima o'zi? Buni boshqa usulni, qanaqa usuli bor? Matematik rejalashtirish. Shu hammamiz bilgan mana qarang, keyin mana shu yerda men dissertatsiyani ko'rmagan ekanman. Nimaga ham yo'q plus? Yo 1 emas, yo 0 emas. Plus deganda shu plus 1 olamiz degandir. Aha, matematiklar bir boshqa o'rniga qo'yaveradi-da. Ehtimol men 0 dirman. Minus 4. Nolda o'zi yoziladi. Nolda yoziladi. Keyingilarga nolda o'zi yoziladi. Yo'q, shunchasida keyin yo'g'i bir x1'larda mana bu. Mana qarang. Minus Minus 1 degan bu. Shu to'g'rimi? Men bilmadim matematikadagi ba'zan
Turistcha birga o'tadi, ministrni birga o'tadi. Bir yozish kerak menimcha. Lekin planning eksperimentda so'z yoziladi-yu. Siz mana shu kod bilan hisoblashingiz kerak. Mana ertalar tashab, hozirroq. Savollar menimcha yetarli. Ko'p ham bo'lib ketdi, ikki xil bo'lib ketdi. Bir tomoni matematika, bir tomoni ishlovchi mashinalar bo'lib ketdi. Yaxshi, demak boshqa savollar bo'lmasa, tahlilchilarga beramiz so'zda. Bizda tahlilchilar bugun bir xil ekan. Haliyam turibdimi Bobomurod ham? Yana bir assalomu alaykum. Shu yerdaman domla. Ha, bo'ldi. Hop, demak, Sherali Turobjonga brakiyning ichida 05.02.01 xo'jaligi merosi mashinalari. Xo'jaligi merosi ishlari mexanik bo'yicha texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan texnika bilan rangiga bo'lgan o'g'itlash mashinasini ishlab chiqarib, jarayonni matematik modellashtirish sabzavotchilik misolida mavzu dissertatsiya ishiga tarqatdi. Dissertatsiya mavzusini dolzarb. Jahonda sabzavotchilik yetishtirishdagi ularni o'g'itlash va qatorlarga ishlov berishda energiya resursi hamkor texnologiya va texnik vositalarni qo'llash yetakchi o'rinlardan birini egalladi. Dunyo miqyosida faqat piyozni o'zi 92 tondan million tonna yetishtiriladiganligi va yetishtirish hajmi har yili 2-3% ga oshib borishini hisobga olinsa, sabzavotlarni yetishtirishda daraja bajariladigan texnologik jarayonlarni amalga oshirishda sifatli yuqori hamda resurslarni tejaydigan mashinalarni amaliyotga joriy etish taqozo etadi. Shu jihatdan o'g'it sarfini belgilangan me'yorda bo'lishligini ta'minlash, qator organlarga ishlov berish va sifatli sabzavotlarni yetishtirishdagi sarf xarajatini kamaytirish maqsadida universal ishchi organlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Dissertatsiya ishi ko'rilgan ixtisoslikka muvofiq keladi. Ishning tarkibi va mazmuni 05.07.01 qishloq xo'jaligi merosi mashinalari, qishloq xo'jaligi merosi ishlariga mehnat asosligiga pasportiga mos keladi. Ishning ilmiy saviyasi, bajarilgan nazariy va amaliy tadqiqotlar ilmiy darajasi hamda hal etilgan ilmiy amaliy mashinalar texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasiga qo'yilgan talablarga tadqiqot natijalari ilmiy amaliy ahamiyat. Tadqiqot natijalari ilmiy ahamiyati sabzavotchilik sxemasi bilan universal ramkaga ega bo'lgan o'g'itlash mashinasining texnologik ish jarayoni, konstruktiv va texnologik parametrlarni aniqlash imkoni beradigan matematik modellar va analitik bog'lanishlar olinganligi hamda ulardan boshqa shunga o'xshash mashinalar parametrlarini asoslashda qo'llash mumkinligi bilan izoh. Tadqiqot natijalarini amaliy ahamiyatda asoslangan parametrlarga ega bo'lgan sabzavotchilik sxemasi bilan universal ramkaga ega bo'lgan o'g'itlash mashina qo'llanilganda o'g'itlar belgilangan agrotexnik talablarga solinganligi, yonib o'rnash materiallari sarf xarajatlarini kamaytirish hamda ish unumini oshirishga erishganligi bilan izoh qiladi. Tadqiqot natijalari ishonchli. Izlanishlarning samarali usullari bo'yicha vositadan foydalangan holda o'tkazilganligi, sabzavotchilik sxemasi bilan universal ramkaga ega bo'lgan o'g'itlash mashinani parametrlarini nazariy jihatdan asoslashda nazariy mexanika va oliy matematikaning asosiy qoida usullarini amal qilinganligi, tajribali natijalar matematik usullari bilan ishlov berilganligi, nazariy va amaliy tadqiqotlar natijalarini o'zaro mosligi, ishlab chiqilgan sabzavotchilik sxemasi bilan universal ramkaga ega bo'lgan o'g'itlash mashina dala sinovlarida ijobiy natija va amaliyotga joriy etilganligi bilan izohlanadi. Tadqiqot natijasi e'lon qilinganligi dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 7 ta ilmiy ish ishtirok etilgan. Shulardan 3tasi O'zbekiston Respublikasi Oliy Texnik dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijani chop etish uchun tavsiya etilgan ilmiy jurnalda e'lon qilingan. Ushbu maqolalarning 2tasi respublika jurnallarida, bittasi xorijiy jurnalda.
distansiyaning belgilangan talablari muvofiq rasmiylashtirilganligi OAK Rayosatining 2017-30 maydagi 239/8 qarori bilan tasdiqlangan distansiya va uning avtomatik rasmiylashtirish qoidalariga asosida rasmiylashtirilgan. Distansiya ishi bo'yicha quyidagi kamchiliklar aniqlandi. 16-bet 1-abzasdagi 16-adabiyotga iqtibos muallif ismi yozish maqsadga muvofiq. Keyingisi distansiya ishida matn intervallar va abzaslarda quyidagi qo'yilishi ba'zi bir kamchiliklarda uchrab turadi. Keyingisi 22-bet 2-abzasdagi ma'lumotlar nega hududga tegishli ekanligi tushunarsiz va 49-bet 2-4 lavhada nega hududning nazariy tahlili keltirilganligi ham tushunarsiz. Birinchi bob xulosalari olib borilgan tahlillarni yakuniy xulosalari ko'rsatmaydi. Ularni qayta tahlillash kerak. Ikkinchi bob sarlavhasi sabzavotchilik uchun o'g'itlash mashinasining konstruktiv sxemasi va ish ko'rsatishni modellashtirish deb nomlash maqsadga muvofiq. Keyingisi 2-3 va 2-4 rasmlar mavjudmi? Agar mavjud bo'lsa, iqtibos keltirish lozim. Yoki sizniki bo'lsa, asoslash lozim. Keyingisi 2-1 ifodadagi P-ni keltirish lozim. Nima degan? Keyingisi 2-3 ifodadagi sonli yechimi keltirildi. Keyingisi 2-20 ifodani ham yechimi keltirilmagan. Keyingisi 2-3-4 bob xulosalar qayta tahlillab, barcha olingan yechimlar keltirilishi lozim. Nazariy va tajriba tadqiqotlar orasidagi bog'liqlik dissertatsiya ishida keltirilgan. Tajribalar takrorlanganligi ko'rsatilgan. Parametrlarni tanlash asoslari to'liq ochilmagan. Xulosa. Taqdimda ko'rsatilgan distansiya ishining qiymati va yetma ahamiyatini pasaytirmaydi. Shirinlikning CLK bilan universal ramaga ega bo'lgan o'g'itlash mashinasini ishlab chiqish va ish jarayonini matematik modellashtirish sabzavotchilik misolida mavzudagi distansiya dolzarb ilmiy masalaning yechimiga bag'ishlangan bo'lib, mazmuni va hajmi, bajarilgan nazariy va amaliy tadqiqotlarni ilmiy saviyasi hamda hal etilgan ilmiy amaliy masalalar texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD distansiyaga qo'yilgan talablarga mos keladi. Distansiya ishi ilmiy amaliy ahamiyatga ega. Distansiya tuzilishi mazmuni jihatidan 05-07-01 qishloq xo'jaligi va melioratsiya mashinalari, qishloq xo'jaligi melioratsiya ishlarini melioratsiya asosligiga mos keladi. Distansiya ishi bo'yicha ko'rsatilib o'tilgan kamchilik va bildirilgan takliflar distansiyani saviyasini pasaytirdi. Distansiya ishini Namangan davlat universiteti huduridagi ilmiy darajalar beruvchi PhD 03-2025 27-12-15 raqamli ilmiy kengash boshidagi ilmiy seminarga tavsiya etish mumkin deb hisoblaydi. Agar ruxsat bersan, yana bir ikkita to'ldirish qilsam bu bolaga. Bu bola hatto To'lov deb to'g'ri qildingizmi? ha, to'g'ri qildim, buni oldirib tashladik. Keyin bu qo'shib olgan ekan. Undagi tahlilni hammasini qo'shib qo'ygan ekan. Buni o'sha fizik mexanik xossa, Xato mumkin. yo'q, fizik xato emas. Menga bilgan distansiyada xuddi shunaqadir. Men buni oldirib tashladim. Sababi bu tuprog'i bilan anaqani modellashtirganda uni ham qo'shib olgan ekan, uni oldirib tashladim. Bu demakki, unda bir tonna yuk keladi korpusga. Sizda 60-80 kilogramm. Bu ne anaqa. Endi bola Ikromjon matematik bo'lgani uchun to'liq ochib bermadi ishini. Bular selkada o'g'itlash mashinasini universal qilib ish jarayonini modellashtirgan. Prosta hech nima o'zgartirmagan. O'sha Rahimjon aytgandek qaltak mavjud. Hisoblash uchun qaltaki parametrlarni matematik model orqali o'rgangan xolos. Bu esa keyingi nima deydi, xatni 3 yoki 4 yoki boshqa B3, B5 operatsiyalarda o'nlab eksperiment o'tkazishdan ko'ra bu yangicha usulni qo'llash tavsiya qildi. Buni ham ochib bera olmadi.
sababi injener bo'lmaganligim, bu matematik bo'lgan va bu gapdim hatto Qahramon otasi Goryachkin ham matematik bo'lgan. U MBO'ni bitirib kelib, jarayonni o'rganib, uni nazariyasini yaratgan. Shuning uchun bu ishni o'zgartirish qilmagan, haqiqatdan man ham mavzuga ahamiyat bermabman. Bu yerda o'zlash mashinasi ishlab chiqish degan so'zni olib tashlash kerakdi. O'zlash mashinasi ish jarayonini matematik modellashtirish orqali degan savdochilik misolida deganni qoldirish kerak degan tavsiya hozir kelib chiqdi. O qog'ozga yozib qo'ydim, oldida. Shuning uchun Ikromjon ishlab chiqish deganni olib turib qurol oldingizda siz ishlab chiqmagansiz. Mavjud o'g'itlash mashinasini selkaga qo'yib, universal rama sifatida foydalanib, o'g'itlash texnologik jarayonni modellashtirgansiz xolosda. Shuni siz yoyib bera olmadingiz o'tirganlar. Shuncha ko'p savollar bo'ldi. Siz o'g'it miqdori qalbaki o'g'itni bilan kamtak yuzasi o'sha 15-20-25 olib turib matematik model hozir hatto ishlab chiqqan matematik ishlab qo'llagan matematik usulingizni ham aytmadingiz. Ben sizni matematik sifatida rosa jahlim chiqdi. Ben sizga biroq og'lantirdim. Qo'llagan metodlarni aytib oling, yozib oling. O'zi mana domla aytdilar-da Mijon aka, biz planning eksperiment dedik, biz bilan rejalashtirdik. O'sha matematik model. Biz uni mexanik qilamiz. -1 -1 raqamimizda bundoq qo'yib chiqamizda o'zi 200 ta anaqa o'tkazish kerakdi. Masalan 3 faktorli xatli 3 ta adashmasam 22 ta operatsiya tajriba o'tkazadi. Aslida u 200 nechta bor. 3 taga 3 tani olsangiz, kamida 129 tani anaqa bo'ladi. Siznikida o'sha matematik nuqtai nazaridan shunday anaqa qilasizda, 10 ta 5 tadan 10 ta tur ana bilan o'tkazishni siz shuni tushuntirib bera olmaysiz. Siz matematik bitirib, shuni bitirib tushuntirib bera olmaysiz. Shularga keyingi raqamda ahamiyat berasiz degan umiddaman. Agar savollar bo'lsa ham. Savol yo'q-a? Rahmat. Xo'p, kamchiliklarga javob beruvchi so'z talabgor. Sentence ishini diqqat bilan ko'rib chiqarish taklif va mulohazalarni bildirib, sentence ishini yanada mukammal bo'lishiga yordam bergan taxsischi Farhod nomzodi dotsent Abduqodir O'rozov Rahimberdiyevga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Kamchiliklar barchasi o'zishda kamchilik tajribalar takrorlanmagan kamchiliklar o'sha tajribalar takrorlanmagan ko'rsatilgan. Qolgan kamchiliklar to'g'rilandi, Anaqa javoblar ikkinchi taxlishimiz Bobomurod Atam. Bu yerdaman domla. Endi sizdan iltimos bo'lyapti. Kamchilik va xulosa qismida bu yerda Abduqayum juda podrobniy tushuntirib berdi bizga. Ancha tushunchalarga bo'lib aytib o'tirgan. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi domla. Sherali Bikromjon Ibrohimjonovichning shelka bilan universal ramaga ega bo'lgan o'g'itlash mashinasi ishlab chiqish va ish jarayonini matematik modellashtirish sabzavotchilik misolida mavzusidagi dissertatsiyasiga taqriz. Demak, men 9 ta mezon bo'yicha men ham ishni ko'rib chiqdim. Takliflarga ko'ra, demak, kamchiliklarni o'qib eshitiraman. Marhamat. Dissertatsiyaning mazmuni va uni rasmiylashtirish bo'yicha quyidagi kamchiliklarni ko'rsatib o'tishim mumkin. Demak, birinchisi, dissertatsiya matnida grafiklar, grammatik va stilistik kamchiliklar mavjud. Lotin va kiril alifbosi aralashib matnda ko'p. Birlik va kattaliklarni bir standartga keltirilishi zarur. Navbatdagisi, dissertatsiyaning 6-9 betlarida matnda
So'z va so'z birikmalari chalkashib ketgan. Judayam o'qisangiz mazmun topish qiyinroq. Dissertatsiyaning birinchi bobi, birinchi paragraf sabzavotlarni yetishtirish texnologiyasining tahlili deb nomlangan. Texnologiyalar tahlil etilmagan. Qayta nomlanishligi zarur. Navbatdagisi dissertatsiyaning 12, 13, 14 betlarida qarorlar ko'payib ketgan. Bandma-band keltirish shart emas. Tegishli qismlarnigina olish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Mavzuni ochib berish uchun. Navbatdagisi dissertatsiyaning 14, 15 betlarida keltirilgan tahlillar va 1-2 paragraf xat boshidagi gaplar nega kerak? Bu dissertatsiyani bajarilgan ishning mazmun mohiyatiga mos emas. Tahrirlash kerak. Navbatdagisi dissertatsiyadagi 17, 16, 17 betlardagi ma'lumotlarga ko'ra bajarilgan ish gipotezasi kombinatsiyalashgan agregatmi, plugmi aniqlashtirib olish kerak. Mazmun topib olish biroz qiyin, chalkash. Navbatdagisi dissertatsiyaning 1-2, 1-3 va 1-4 paragraflar mavzuning maqsad va vazifalariga mutlaq mos emas. Avvalgi bajarilgan tadqiqotlardan to'g'ridan-to'g'ri olib qo'yilgan. Buni tahrirlash kerak. Bajarilayotgan ishda mazmun mohiyatiga moslashtirilgan holatda, demak, tahlil qilinishi kerak. Keyin kamchilik va afzalliklar tomonlari yoritilishi kerak. Navbatdagisi dissertatsiyaning 28, 29, 39 betlarda keltirilgan postulatlar nima uchun kerak? Agar kerak bo'lsa, uni ilovaga olib qo'yish kerak. Postulatlar shunchalik ko'payib ketganki, o'qib nima uchun keltirilganligini men topa olmadim. Mavzuga muvofiq matematik modellar tahlil qilinishi kerak. Bu juda muhim. Matematik tahlillar mavjud emas ishda. Navbatdagisi mavzuga muvofiq matematik Navbatdagisi 28 va 39 betlarda keltirilgan 2-1 rasm 2-2 rasmga mos emas. 2-2 rasmga old yoki orqa tomondan ko'rinishi keltirilsa tushunarliroq bo'ladi. İşte mazmuni, keyin mohiyati tushunarliroq bo'ladi. U yerda haligi taqdimotda ham keltirildi, bitta rasm keltirilgan, o'shaning uchun tushunarsiz. Ko'pchilik buni tushunmadi. Universalligi nimada? Navbatdagisi dissertatsiyaning 2-4 rasmi va 2-1 ifodada keltirilgan kattalik va belgilanishlar ko'rsatilmagan, matnda mavjud emas. Ifodalarni tahlil qilishga, demak, qiyinchilik tug'diradi. Navbatdagisi dissertatsiya matnida ko'p o'rinlarda kelgan ekish apparati so'zi, endi bu taklifda so'z birikmasi o'rniga miqdorlagich jumlasi o'rinliroq bo'ladi. Almashtirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ishga yopishadi bunda. Navbatdagisi dissertatsiyaning 41 betida sxema keltirilgan bo'lib, novning ko'ndalang kesimi yuzasini aniqlashda novni yarim ellips shaklda deb keltirilgan. Bu joyda to'g'ridan-to'g'ri nima ketilyapti-da, tahlillar qilinib turib, modellar olishga harakat qilinyapti. Bu yerda aniq bir shart qo'yib olinishligi maqsadga muvofiq bo'ladi. Navbatdagisi dissertatsiyaning 2-2 paragrafida keltirilgan ifoda, model, ma'lumotlar o'quv adabiyotlarida mavjud bo'lgan materiallar. Siz nima qo'shdingiz? Matematik ifodalarni ko'rib, men to'g'risi boshqa narsa kutgan edim. Navbatdagisi dissertatsiyaning 47, 55 betlardagi keltirilgan grafiklar tushunarsiz. Ulardan qanday xulosa olish mumkin? Grafiklarga izohlar berilishi kerak. Yuqorida rosa ko'p savollar bo'ldi. Grafiklarni ko'rasiz, tagidagi matnni o'qiysiz, qandaydir
tushunarli izoh topa olmaysizda. Navbatdagisi ikkinchi bob bo'yicha bajarilgan ishlar yuzasidan demak xulosalar shakllantirilishi kerak. Dissertatsiyaning 63, 69 betlarida keltirilgan rejalashtirilgan tajribalar matritsasi qariyb 6 betni tashkil qiladi. 3-2 jadval. Tushunarsiz juda ham. Buni tahrirlash kerak yoki ixchamlashtirish kerak. Tahlil qilish juda ham qiyin. Navbat demak, xulosa. Xulosa qismiga o'tsam, Sheraliyev Ikromjon 05-07-01 qishloq xo'jaligi va melioratsiya mashinalari, qishloq xo'jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalash ixtisosligi bo'yicha tayyorlangan shelka bilan universal ramaga ega bo'lgan o'g'itlash mashinasi ishlab chiqish va ish jarayonini matematik modellashtirish sabzavotchilik misolida mavzusidagi dissertatsiya ishi mazmuni va hajmi, bajarilgan nazariy va amaliy tadqiqotlarning ilmiy saviyasi hamda hal etilgan ilmiy amaliy masalalar texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dissertatsiyasiga qo'yilgan talablarga mos keladi. Dissertant tomonidan dissertatsiyada ko'rsatib o'tilgan kamchiliklarni va bildirilgan takliflarni tahlil etib, tegishlicha tuzatishlarni qabul qilgandan so'ng dissertatsiya ishini Namangan davlat texnika universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi tegishli raqamli ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminarga tavsiya etaman. Shu o'rinda meni ham bir ikki oz fikrim bor. Avvalgi dissertantga ham, mana hozirgi talabgorimizga ham demak mavzulari yuzasidan qariyb 3 tadan mavzular taklif berilgandi. Shunda dissertatsiyani mavzusiga to'plangan matn mos kelar edi. Shu bo'yicha tavsiyalar berildi. Mana hozirgi dissertantimiz ham umuman maqsad va mohiyatini ochib bera olmadi ishni. Vaholanki ba'zi bir ishlari bor, juda ham tahsinga sazovor, menga ma'qul bo'ldi. Ba'zi bir joyda o'rinda demak hali qattiq ishlash kerak. Umuman olganda tavsiya etaman. Xo'p, katta rahmat. Talabgor marhamat. Savollarga javoblar. Faqat javoblar, savol qilib ko'ring. Dissertatsiya ishida diqqat bilan ko'rib chiqib, o'z taklif va mulohazalarini bildirib, dissertatsiya ishini yanada mukammal bo'lishiga yordam bergan taxassuschi, falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent Bobomurod Rahman Farabovich ustozga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Keltirib o'tilgan barcha kamchiliklar bartaraf etildi. Chiqasiga bo'yicha Bobomurod Tavsiya etaman domla, qabul. Xo'p, rahmat. Uzilib qolishga esmay qolishga javoblar. Xo'p, mana endi umumiy muhokamaga o'tamiz. Marhamat. Fikrlar albatta faqat savollar emas, javoblar bilan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Rahbarga so'z bering. Rahbarga Beyde yorumlarda bular tartibda rahbar qayerdadir bo'lishi kerak. Ketib qolibmiz. Yo'q, men yorumlarda Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, seminar a'zolari. rahbaringiz so'zga yorumlarda. Bu endi mavzudan boshlayib, qayerdan kelib chiqqanini hozir masalaga Şeyde matematika va injenerlik aralashganda mavzuni boshida boshlaganda bu ishda mashina ishlab chiqish masalasi ham turgan. Keyin kattalashib ketdi. Mavzu ikkiga bo'lindi. Yarmi qarab ihsaniga ketib qoldi. Keyin mavzu shunday qoldi. Endi bu mavzuni o'zgartirishda aslida seminarga qoldirdik. Shu mutaxassislar ko'rsinda, qilingan ishdan ko'ra qaysi bir so'zlarni olib kelsak, qo'sa keladigan ilgi bor o'zimizda.
Endi ishda matematik modellashtirish masalasiga keladigan bo'lsak, bu yerda mana mutaxassislar o'tiribsizlar, hammalaring dalaga chiqqanda syomkani rangdan chiqib qolibdi. Syomkani ishga solishdan oldin ozgina oq suribga yurgizadi-da, keyin tortib ko'rib turib, keyin moslashtiriladi-da, qandaydi odat. To'g'ri? Shunaqa bo'ladi. Endi bu biz ishlayotganimizda bizda ham shunaqa narsa bu. Shablon. Shablon qilib olish uchun. Endi bu yerda uzatishlar sonini moslashtirish, boshqasi bo'yicha to'g'ri aytgandek mashina detallari kursida bor uzatishlar sonini topish masalasi. Erta yurtuvchilar soni yoki aylanishlar soni ikkitasi nisbati bilan olinadi. Ana endi texnologiya parametrda qanday olamiz degan savol tug'ildi bizda. Haligini sinamaylikda, haligi nima shu surib qo'ymaylikda, shablon qilmaylik, shu qancha o'g'it solinadi, necha gektarga solinadi, hamrohiylik qancha, haligini faollik qancha, shundan kelib chiqib aniqlaylik uzatishlar sonini. Ana shu orqali demak aylanishlar sonini aniqlab olish mumkin degan. Ana shundan kelib chiqib, keyin shu aynan shu texnologik jarayonni ifodalaydigan bitta matematik model topildi. Endi nima uchun endi bu yerda ikkilam she'ridi? Hozir ko'rib turibsizlar, QXM yoki boshqa transport yo'nalishi, umuman texnik yo'nalishlarga kirayotgan talabalarning ichidan matematik topib bo'lmayapti-da. Chunki ular 70 ballik darajasi bilan kiryapti. O'zimizdan xohlaymizmi, xohlamaymizmi, hozirgi kunda talabi aqlli mashinalarni ishlab chiqish yoki shu resurs tejamkor yoki energiya tejamkor mashinalar ishlab chiqish. Ana endi ikkilam she'rda shuning uchun biz haligi shu matematika qismini rivojlantiraylik shu haligini deb chaqirgan, taklif qilgan joyimiz chetda matematikani apparatlaridan foydalanish holatda juda murakkab, bundan bari. Shuning uchun bu haligini chaqirganmiz. Agar ishda to'g'ri hozir kamchiliklarni ko'rdimgina, hozir seminardan boshqa qilib kamchiliklarni to'g'rilaymiz, mana protokol olgunicha shu reysga tortib ko'rsatiladi. Shu taqqos grafiklari bo'ladi, boshqasi bo'ladi, hammasini ko'rsatib, haligi bo'lamiz. Agar qo'llab-quvvatlansa, menimcha keyingi bosqichgacha hammasini to'g'rilab qiladi, to'g'rilaydi. Rahmat e'tibor. Ko'proq marhamat o'zbekistonchilar. Bir 2022 yılda, 2022 yıl bölgede geldim. Diğer mesela Diyizat, İlhanboy, İlham Can'ı ötüyor. Yıldan ya tutulası o vardı sevmeyi böyle. Çoğalım maaşlardan çıkarmışsam, Taşbaltı'ya damla yapmadı, Tohtak Bozu'yu tutama gitmeye. Mesela sağ verdi. Diyizat geldi yapıp kaldı. Diyizat'tan bu. Hep cüda zor boyatma şey gitti. Mustafa Hoca'nın maşinleri gibi, tamirge, koşular gibi. Ben şurada taklif veriyorum. Bir gün şöyle Diyizat kaldı ya, test edildi. Kalede öyle yaşamadın bu meydan ben tasmin duyulmayayım ha. Bir olmadı. Şimdi şu kızıktı böyle şey gelip biz de hocalarımızda vardı. Hocaların meşinlerin hem Allah bettekini organdı. Böyle şu kadar geldi de çünkü gençler böyle bugün tarihçilerge rahbarı burada ki yeterli tahsil olsun. Yana marhamat. Mana tadqiqotchini daqiqalarida eshitdik. Daqiqalar eshitdik. Javob deyarli yo'q. Umuman yo'q. Ya'ni mexanizatsiyani emasini tushirmaslik kerak. Men qarshiman mexanizatsiyani obro'sini tushirish kerak. Biz sizga rozimiz. Dashraga chiqing. Lekin mexanizatsiyani saviyasini, obro'sini tushirmaslik kerak. Biz mexanizatsiyani nonini yeb kelyapmiz. Ertagaga chiqib, mexanizatsiyadan hamma himoya qilsa bo'laverarkan degan so'z kelmaslik kerak. Birinchisi. Birinchi fikrim. Ikkinchi fikrim. Matematik model bilan ko'p faktorli eksperiment rejalashtirishni farqiga borib olish kerak. Matematik model boshqa, matematik rejalashtirish boshqa. Sizlar hozir ikkalasini aralashtirib yuboryapsizlar, model bilan rejalashtirish. Buni normal joyiga qo'yib qo'yinglar, bu juda katta xatoga olib keladi bu. Ko'rib chiqinglar normal. Keyin savollarda nazariya bilan eksperiment bog'lanmayapti. Oldin nazariyada olib chiqilgan parametrlar eksperiment bilan tasdiqlanishi kerak. Shu narsa o'zaro bog'lanib, mana u nimalarni haqlichilarning gapini eshitolmadim. Lekin mana shu kamchiliklarni bartaraf qilish kerak.
bartaraf qilmasdan nimaga chiqsa judayam xunuk holat bo'ladi. Qilmaslik iloji yo'q. Iloji yo'q. Shuning uchun mana shu narsalarga juda katta e'tibor qilib to'g'rilab chiqish kerak boshdan. Men bekorga savol bermadim. Matematik model nima maqsadda qilingan? Dissertatsiya. Mana shu matematik modelni oxiri natijasini keltirish kerak edi. Mana shu maqsad, mana shunga erishdik biz matematik modelni oxiri. Qilgan bo'lsangiz natija yo'q, oxirida yozilmagan. Yozmagansiz, matematik model orqali biz manunga erishdim degan narsa yo'q dissertatsiya. Matan ko'rib chiqdim dissertatsiya. Mana shu narsalarni hisobga olish kerak unda. Kamchiligi ko'p juda. Qisqa bo'ladi. Juda savollar juda ko'p bo'ldi, javob yetarli emas. Siz bu sohani bitirmagan bo'lsangiz ham siz ertaga shu soha bo'yicha falsafalar doktori bo'lasiz. Ertaga bu sohani bitirgan demak ertaga. O'shaning uchun bu kamchilikni bartaraf qilib, inakin chiqish kerak. Endi bizda matematikamiz o'tiribdi, mana matematiklarni eng haligi ehtimollar, nazariyat, teoriya, patologiyami, matematik tomonlarini hech bo'lmasa tushuntirib beradi. Marhamat, nima fikringiz? Yo'q, umumiy foydaligi. Bu kadrlar avvalda hammasi Namluda magistraturada o'qiganda o'sha ma'lumotlar nazariyasi va statistikada o'qida dars o'qiyapman. O'sha paytda man kirgan paytda kafedrada bitta shtab paydo bo'ldi. Taklif qildi, odamlarga magistraturani bitirganimdan bir tushunib ko'rish edi. O'shalarning ichida mana shu o'ylam tasvirlarni bilaman ishlayapman. Ko'p ishlamasdan endi baribir o'quv jarayonida ajralgan holda tez bo'ladi degan maqsadda men buni man O'zbekiston Xalqaro san'atiga formal ishga shogirdlik yo'naltdim. O'zim bilan gaplashib, ularga maqtab qo'lidan keladigan bo'ladi. Domlar. Ya'ni shuni odam qilib deganman. Sariya mana ko'chkuna 85 bilaydan bo'lyapti birga olsak kerak qo'limizni. O'sha kishiga do'la. Endi ya haftaga olib hammani savollarga bor. Doktoranturada bilanamiz, faqat savollarga bo'lsa kerak. 12-yilda to'g'ri keldi. 12-yilda. Shunaqa bo'lgan. Endi fanlarga diagnoza. Ayniqsa matematikada nima qildik? Ikkinchi kursni bitirganimda o'qilishdi. Bir bitirgan. Endi taqdir topilmasdan nima bilasiz? Tabiiyatda ishlar bunday bo'lgan kamaydi, o'zimizga yana qaytib. Endi orada kechirasida uzoq gapirdim, shu to'g'risida demaganligim. Orada endi to'g'ri 5 yil ketib qoldi. Qanday ish bo'ldi? Oilaviy muammolar. Keyin boshqaga chaqirishsa to'g'ri sog'liq kelmadi. Mana shu sizlarning sohalarga qiziqib qoldi. Mandan maslahat so'radi, ham qo'llab-quvvatladi. Matematika nima joyda qo'llansa bo'ladi. Man yozib nimalarni yozishdi, lekin hozir ham yozgan narsalarni ham ko'rdim. Matematika qismi juda ham yaxshi. Ko'p narsani tushuntirmayapti. Mana nozik bundalarga kesib yurasiz. Nimaga esfarova aql bilasizmi? Bu juda yaxshi biladi. Bu yeni bilan chegaralarga yuradi, yardım bilyapti. Demak, bu yaxshi biladi. Shu bo'ldi. Yapılmayan gerek funksiyalar. Hepsini regresiya keladi. Ben şarama bu real mükemmel biladi bu narsa. Lekin tushuntirib berolmayapti. Tushuntirib berolmayapti. Biladi-yu, tushuntirib berolmayapti. Buni ma'lumot ana deyishadi, mana tasarruf rais. Qurilishda. Qurilishda sayyorlik. Matematik. Shunaqa nimalarga gapiradi, Sayat boshlig'i. Voy, 20 martalab repetitsiya qildi. Gapirish shu bo'lgan, gapirish shu bo'lgan. Da. Qaytarish kerak.
O'zini atrofidagi og'aynilarni chiroqlardan chaqirib, gapir, soatga qarab gapir. Nimaga e'tibor bering? Endi endi qisqa qilib aytganda, agar ishlarini oxiriga yetkazib, erishadigan bo'lsa, mana shu biz universitetimiz faqat foyda. Ciddi qarash kerak va to'g'rilashlar. Endi man sekin razılardan o'zimni xohishimni aytyapman. Bundan o'rtasida xursand bo'lamiz va ishonaman, endi man bu tomon nazorat, mana shogirdimda ko'p bo'lganda nazorat qilaman, undagi nazorat qilaman, nima ish qilyapsiz? Mana to'g'rilaydi, Ahmadjon to'g'ri gaplarni aytadi, faqat hozirgi siyosat, katta siyosat. Kecha Ayub bu gapini eshitgan bo'lsangiz, Biz hamma kanallarda videolar a'zomiz, ustozimiz bilan. Hamma gaplarni Birinchisilar eshitadi. Hammasi gapirdi, gapirib ikrom bilan biladi. O'shaga jiddiy e'tibor berish kerak. Raqibliklar to'g'rilishi kerak. Ve asoslan ishlar. Yani boshqa aytganlarga ham o'ylab deb qoldi. rahmat. Endi oldinroq biz ham ish ko'rmadik-da, shu bugun ko'rdik, bir kun oldin ko'rdik. Men bu ish boshlanganda, mana vaqtli bilarda bu kirib turgan oldin. Birinchi o'sha Vesti edi bizda. Biz vaznameniya sredstva deydi. Shunga rama deganga o'xshagan narsasi. Bitta ramada har xil bo'yicha organlar ishlatiladi. Shuni endi bu siyalkan bilan o'g'it solishni qilmoqchi bo'libdi. Endi oxiriga yetishgan. Mana lekin e'tiborsizlik ko'paganda, mana 5-list yozyapti. Hatto bir marta o'ynaganda o'g'it massasi deyapti. 6-da yozyapti. Tayanch yutma g'ildirak va ekish apparati deyapti. Bir buni lekin o'rganadigan narsasi bitta bo'lyapti. Keyin yana yozyapti, mana ekish apparati orasida uzatishlar yana. Keyin yana o'g'itlash mashinasi. Charkasi narsasi ko'pda. Keyin mana yerda mana qarang, bitta narsani qilyapti. O'g'it qurilmas parametrlar, maqbul qiymatlarni matematik modellasi. Lekin siz konstitutsiyaga o'zgartirmagan bo'lsangiz, demak ish rejimini yoki boshqasini o'zgartirishingiz kerak-da, parametrlari bundacha qolgan. Keyin konstruksiyada qaltaydi uzunligini o'zgartirib bo'lmaydi, buzmasdan turib. Uni tushunyapsizmi? Siz o'sha oldin ham gaplashganmiz, ana shu Sedovni teoriya podobiyasini yana o'qishingiz kerak ekan. Keyin bu yerda oxiriga borib turib, eksperimentlaringizda bunga ketib qolyapsiz. Yana ekish apparati, mana shularga bitta ringga ketib qolyapsiz-da, shu temani o'zgartirib baqib o'tib olish kerak. Yo, o'sha eng yaxshi o'sha o'zingizni g'oyangizda qolib, hech bo'lmasa o'sha siyalka bilan o'g'itnikini jarayonni o'rganib, shu podobiya bilan chiqish kerak-da. Endi bunaqa bo'lgandan keyin sizga ko'plarning eksperiment ham kerak bo'lmaydi. Shu modellaringiz o'ziga yetib ortadi. Faqat ana empirik formularingiz bor-ku. Shu qo'llagan parametrlarni qo'yib, parametr hisoblab keyin chiqarish kerak-da. Endi haqiqatda hozir biz aytgandek, bu yaxshi matematik, Voqiljon endi yaxshi injener, stik yaxshiroq bo'lish kerak. Katta ish qilish Mumkin-da, juda mumkin. Ana shunday mexanik injener tomonlarini to'g'rilab keyin grafiklar ham u haligi emas-da. Mana ularimiz mana 3 ta bir xil narsa. Hammasi bitta narsada qo'pol aytganda. Tushunyapsizmi? Lekin ana plan eksperimentda ham matematikcha qilibsiz-da, u talabmas x1 x2 bo'ladi, konstant tushuncha bo'ladi. Istiqbolli cho'msa 1 baribir 0 bo'lmasa, ehtimol u 2 dir, 3 dir. Plyusdan keyin necha bo'lishini men bilmayman baribir. Mana shunaqangi dangasalik masalasiga bor ekanda. Demak, fikrlar hammamizga tushunarli. Endi bu kadrlararo tarixchilarimiz ham bir-biridan injener nuqtasidan kuchli. Ko'p narsalarni
Abdukayım ham aytdi, u ham aytdi, mana shularni jamlab, endi bilib oldim menimcha nima qilish kerak. To'g'rimi? Mana shu kamchilik tuzatsa, zo'r ish paydo bo'ladi. Demak, boshqa hech kim fikr bo'lmasa, bitta fikr bo'lyapti. Mana shularni yaxshilab to'g'rilab, tasvir qilish. Shu fikrga kim rozi bo'lsa, munosabat bildirib qo'ying. Dumdagilar kim bor bizda o'zimizda? Murod bor. Boshqalarimiz yetarlimi axir? Abdushabjon bor. Demak, e'tiroflar yo'q. Bir ovozdan qabul qilindi. Mana shu narsalar hisobga olib boshqa qilishga. Boshqa hech kimda fikr bo'lmasa, bugungi kabzaro seminarimiz tugatadi. Rahmat. Salomat bo'ling.